Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Men bugun Andijon mebel markaziga tashrif buyurganman. Qadrli obunachilar, kommentariyada bitta odam yozdi. Bitta odamning fikri ham men uchun muhim. Shu perexoshkalarning narx-navolarini bir qator video obzor qiling dedi. Biz mana keldik. Xudo xolasa sizlar uchun narx-navolari, metrlari qanaqa materiallarda bo'lgan albatta aytamiz. Dastavka xizmatimiz butun O'zbekiston bo'ylab bor. Qadrli obunachilar, muammosi yo'q dastavkasi. Faqat dastavkasi kelishilgan hollarda endi usta akamizdan to'liq ma'lumotni olamiz. Hozir domlar qurilyapti. Domlarni eshik tagiga juda ham mos keladi. Shuni eshikni ochib, bunday kirganingizdan keyin bunday ochasizda kiyimlaringizni bemalol ilib qo'ysangiz bo'ladi. Xohlasangiz bu yerga. Bu yerga mana oyoq kiyimlaringizni qo'ysangiz bo'ladi. Bu tomoniga xohlagan narsangizni qo'ysangiz bo'ladi. Hozir usta akamizdan to'liq ma'lumotni olib o'tamiz. Usta aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Charchamaysiz aka? Tuzimsiz? Xalq xizmati bilan aka? Xo'p aka, buni razmerlari qanaqa? Razmerlari 1.10 ga, bu 2 metr. Laminat rossiyskiy, PX kronka. Hamma zapchastlari yaxshisidan. Original. Osha-moshlari ham 5 talik vakuum osha-moshi. Hamma moshlari ham vakuumli. Mana masalan sekin yoping. Oynalari ham mana bor. Xo'p. Mustahkam ish aka. Ha? Ishingizga javob berasiz. Garantiya bor. Yaxshi. Narxi necha pul usta aka? Narxi sizning obunachilarga 1 million 200 ming so'm. Optim narxida. Magazinga berilgan narximda ketdi. Zo'r aka. Dastavkasi kelishasizlar. Kelishamiz. Misol uchun siz magaziningiz bo'lsa 10 ta olasiz, 20 ta olasiz. Balki boshqacha mana fasonlarni ko'rsatib o'tamiz. Har xil fasondan, har xil fason qilib olsangiz, dastavkasi ancha arzon bo'ladi, usta aka. Donaga kelsa, shuni 1,5 millionga sotamiz. Sizni nimangizdan kelsa, aytsak, aslida 1 million 200 ming. Bo'lmasa yo'q. Mebel Market uz kanalidan ko'rib telefon qilyapmiz deb aytsanglar yoki bo'lmasa bozorga kelib turib ham Mebel Market uzdan ko'rdim deyish esdan chiqmasin. Sababi kelib turib to'g'ridan-to'g'ri shu mebel shunday so'rasanglar 1,5 million, 1 million 600 shunaqa narx aytasiz. Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshida. Xo'p, usta aka. Endi bu yoqda ham boshqa rasvetkasi rangi. Xuddi shuni boshqacha rangi ekan, qadrli obunachilar. Bir ko'ringlar. 05 mi? 05 mi? Xuddi shunaqa bir xil, faqat rangi ozgina boshqacha ekan. Ichki fasonlari ham bir xil, osha-moshlari ham xuddi shunaqa 5 ta osha-moshi qo'yilgan ekan. Xo'p. Shunaqa. Endi usta aka, bu yoqlardan bir chekkadan boshlab ketaveramiz. Bo'laveradi aka. Bo'ldi. Xo'p. Perexoshka. Zo'r ekani? Videoga like bosib qo'yinglar deb qo'ying. Ha, bo'ling. Like bosib qo'yinglar. Ajoyib nom ekan. Men hech eshitmagan ekan. Xo'p, bunimiz razmeri necha usta aka? Bu eng katta razmerimiz 1.60 ga 2.10. Miyaqchilik, ikki tarafdan ham yumshoq o'rindig'i, suyanchig'i ham yumshoq, miyaqchilik. Ha, mayiga o'tirib turib bemalol patinka-patinkalarni kiysa bo'laveradi-ku. Buni afzal tarafi chap o'ng tanlamaydi shkaf. Domni chap tarafiga qo'ysa ham bo'ladi, o'ng tarafiga qo'ysa ham bo'ladi. Shkaf chunki o'rtada. Ichki ochiq. Zo'r mosi yo'q. Bunday o'tirasizlarda, bunday g'aladonni ochib turib patinkani g'aladonga solaradi. Bu tomonda ekan patinka qo'yadigan. Yo'q, o'zi aka Toshkent stil, Toshkentda polni g'aladonga qo'yilyapti. G'aladonga qo'yiladi. O'zi chang-pang ham kirmaydi-ku. Yo'q. Yaxshi. Bu tomonga ham mana o'tirib, bu tomonga ham o'tirib bemalol qilishinglar mumkin ekan. Bu yerda mana vishilkalari bor. Vishilkani o'zbekchasi nima bo'ladi? Ilgichmi? Qadrli obunachilar, kommentariyada yozib ketinglar-chi. Vishilkani o'zbekchasi ilgich bo'lsa kerak. Stulda o'zbekchasi o'rindiq desam, ba'zilar o'tirg'ich dedi. Juda ko'p muhokama bo'ldi mana stul ham. Xo'p, aka, bu keyingi ishimiz bu 126 ga 2 metr. Ana narxini aytmabsiz usta aka? Aytaveramiz. Ayting. Oxiri 1 million 800 ming so'm. 1 million 800 ming so'm. O'zi o'tgan bozorim sotildi 2 million 200 mingdan shu yerda. Agar siz nimangiz aytib kelsa, shu narxni ko'rdim desa, berishim mumkin. Ana bo'lsa. Buni ham osha-moshlari vakuumli aka. Vakuum. Hamma hammasi vakuum. Hammasi vakuumli. Yaxshi. Xo'p, bunimiz aka razmerlari 126 ga 2 metr. Buni qulay tarafi, misol, mo tarafini trimo sifatida foydalansa ham bo'ladi. Hani bir xonali domlarga trimo sig'masa ham perexoji ham
Trimo. Trimodi. Parximera, g'aladon, polka hamma yo'qi bor. Ko'pchilik shunaqa deb olishyapti. Trimoga ham zo'r tushar ekan. Zo'r, mana ichki qismlarini ko'rishinglar mumkin. Xo'p. Mana shuni bittasini ovorsa bo'ladimi aka? Bo'ladi. Ovorsa bo'ladi. Ba'zi ayollarimiz yozyapti-da, uni shkaflarda reklama qilganda kiyimlarimiz pastga tegib, anaqa past qismi yonib qolyapti deyishyapti. Shuni ham bir hisob-kitobga olib qo'ysangiz yaxshi bo'ladi. Xo'p. Buni narxi necha pul usta aka? Bulardan narxi aka 1,5 million so'm. 1,5 million so'm. Xalqqa ham, optimchilarga ham bir xil narxda bo'lyapti. Optimchilar xafa bo'lmasin mendan. Asl narxda beryapman. Endi qadrli obunachilar, men ham masha akalarimizni kelib video syomka qilib, bekorga video syomka qilyapman, lekin iltimos qilyapman, aka, iloji boricha xalqimizga arzonroq narsani arzonroq qilib bering. Mendan sizga bekorga bo'lsin, sizdan xalqqa bo'lsin deyapman. Endi biz o'rtadagi insonmiz-da, qadrli obunachilar. Xo'p, bu ham ajoyib ekan, aka. Ha, bu kattaroq razmer. Kattaroq razmer ekan. Puli lekin kichikroq narxi pulida. Xo'p, halqa bo'lsin bo'pti. Razmerlari nechasi aka? 1,5 ga 2 metr bu ham. 1,5 metr. Eni 1,5, balandligi 2. Hammasi 2 bo'lar shekilli ekan balandligi. Ha, standart o'zi 2. G'aladonlarni ham, ichlarini ham ko'rishinglar mumkin. Yonboshlarigacha mana kromka qilib bosilgan ekan hamma tomonlariga. Zo'r ekani? Videoga like bosib qo'yinglar deb qo'ying. Ha, bo'ling. Like bosib qo'yinglar. Bu yerda xohlagan narsangizni qo'yaverasiz, o'ziga ma'qulini. Tomonda ham bor ekan. Buni narxi necha pul? Buni ham 1,5 million so'm qilib beraman. Katta razmerda. Katta razmer. Xalq uchun, akamiz uchun. Zo'r, rahmat aka, kam bo'lmang aka. Xo'p, bunisi. Birinchi razmeri? Buni 1,32 metr aka bu. Bunga eng qiziqarli tarafi aka 18 ta poyozal sig'adi. Eng ko'pi shunga sig'adi aka. 18 ta poyozal. 9 ta ichkariga, 9 ta bu tarafda ichkariga sig'adi aka. Zo'r. Shu qulaligi zo'r. Oyna katta bunda. Bu tomonlarga ham xohlagan narsalar qo'yib qo'ysa Shapka qo'ysa oladi. Shapkalar zo'r. Mana shunaqa narsalar qolganlar. Bunda ham bor ekan. Hammasida bor, o'zlariginda. Xo'p, bu rossiyskiy laminat. Rossiyskiy bizda hammasi. Hammasi rossiyskiy laminatda bo'ladi. 100% PVH kronka. 100%. Birmi, ikkimi yo 1,5mi? 1. PVHsi ham qalin ekan. Xo'p, narxi necha pul usta aka buni? Buni narxi 1 million 600 ming so'm. 1 million. O'zi kichkina, lekin ko'p narsani yig'ishtiradi. Buni chunki qimmat tarafi bu to'siq. Qolganlarda ko'p ahamiyat bersangiz reshotkali bo'ladi. Keyin dapanli stoykasi ham bor. Mustahkam eng baquvvat ishlarimizdan. Ko'rinishi ham qanaqadir aboyda stilini berar ekan. Pastki qismlari, bu yoqlarini ko'rsangiz. Yaxshi. Keyingilarini ko'rsaylik. Bularimiz mehakiylik 1,20 ga 2 metr. Yumshoq rondarlik. Marka moshi, eshiklari rombi, eshilka. Bunga bemalol 12 ta oyoq kiyim sig'averadi. Zo'r. Bunisi boshqa rang. Yonboshga ochilar ekanda. Mana shu moshi zo'r, yonboshga ochilsa. Bu boshqa rang, xuddi shuni. Narxi necha pul ekan? Buni narxi 1 million 700 ming so'm qilib beramiz. Optim narxida yani. Zo'r. Telefon qilib, tushib bering, boshqa qiling demaysizlar degan umiddamiz. Mana shuncha gapni gapirdik, quloq solasizlar degan umiddamiz, hurmatli obunachilar. Eng arzon Optimga beradigan narxda xalqqa beryapman deyapti. Namangan, Voha, Samarqand, hammasi Toshkent shunaqa narxda. Ular ham o'zlari olib ketadi. Aslaqa narxda qilib beryapman. Chiqarib yubor desa, dastavkasini kelishaveramiz. Zo'r. Xo'p, keyingilarni ko'rsatamizmi usta aka? Bu bo'ldi o'zi hamma posoni olib bo'ldi. Yaxshi, qadrli obunachilar, videoda masalacha ko'rganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ketkizgan vaqtingizga rozi bo'lasiz. Menimcha ketkizgan vaqtingizni ham har xil fahish, yomon ishlar emas, o'zingiz uchun mana narx-navoni bilib oldingiz. Qachondir pirogoshka olaman deb kelsangiz, mana Optim arzon narxini bilib oldingiz. To'g'ri mana shu akamizni yoniga kelaverasizlar. Nechinchi? D blok 161-joy. D blok
mebel bozoriga kelsanglar, orqa tomonda 161-blok. Kelib Labochi akalardan so'rasanglar tushuntirib yuboradi. Nomer ham qoldirib qo'yamiz. Nomeringizni aytib qo'ying. 90lik Aha. 526 82 80. Xo'p, shu raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Bo'ldi, o'chir.